odamlar duxini olishadi, keyin ko'p savollar bo'ladi. Nimaga duxim stokka emas? Bittasidan uzoq kelib turibdi, o'zimga olgan edim, menga to'g'ri kelmadi deb. Buni bir necha xil sabablari bo'ladi do'stlar. Birinchidan, har bir insonni terisini ximik sostavi har xil. Bilasizlarmi, odamning terida ham hidlaganda har xil hid keladi. Kimdadir kislotность baland bo'ladi, kimdadir past bo'ladi. И поэтому har bir odamga har xil hid to'g'ri keladi. Masalan, biz oilamizda men ishlatgan va onam ishlatgan atir singlimga juda ham yoqadi. Bizdan kelishi, lekin unga umuman to'g'ri kelmaydi. Biz ko'tara olmaydigan, вообще yoqtirmaydigan atirlarimiz singlim sepadi, undan shunaqangi bogatый hid keladi. Yana bitta murskoy atirlardan bizda bo'lgan narsa mana bu atir edi. Birinchi chiqqanida men bu atirni priznavat qilmadim-da. Olib qo'ydim, probaga turdim. Keyin bir kun ukam keldi deb, menga bering dedi. Xo'p, ol dedim. Duxini oldi, bir kun sepib chiqib ketdi, nima ekanligini bilmadim. Doktor, nima desam, mana shu atir shunaqangi bogatый hidi kelyapti undan. Agar atir siz bilan garmoniyada bo'ladigan bo'lsa, siz atirni umuman sezmasligingiz kerak. Masalan, men mana bu atirni Beauty Cafe bu Oscar mukofotini olgan atir sepganimdan keyin 10 sekunddan keyin umuman hidini bilmayman, lekin meni atrofimga kelganlar, ayniqsa meni quchoqlashib so'rashganlar shunaqangi hidini biladi, qaysi atir deb so'rashadi doim. Bu degani bu atir menga to'g'ri keladi, men bilan garmoniyada bo'ladi. Shuning uchun siz ham o'zingizga atir tanlaganda aynan sizga to'g'ri keladigan atirni tanlashingiz kerak. Buning uchun biz ofisga kelsalaring, bizda probniklar bor. Har doim qo'limizga обязательно surtib ko'rsatamiz. Surtib ishlatib ko'rganingizdan keyin ofisimizga kelsalaring, probniklari bilan o'zini atirlarni ko'rib, tanangizga surtib, sizga tanangiz qanday bo'lishini ko'rib tanlab beramiz. Mana ofisimiz advokatura bilan bitta eshikdan kiriladi. Angren shaharining eng главный ko'chasi Chikrizova ko'chasi joylashgan. Mana bu yerda Koltsodan 300 metr pastga tushganingizda, mana bu yerda esa hokimiyatdan 300 metr ko'tarilib kelganingizda shundoq Shanghai School ro'parasida oldin Angren Torg bo'lgan bu yerda. Kelsalaring, biz doim shu yerdamiz.